Hayırlıkın kayıtlarımız bir gaybet. Tağım kızlar birlikte hem indi bir yıl devlet konusuna sayılarga bugün başladı aktivitelerimiz indi hazırlıklar bir gaybet oldu. İkinci kararındaydı bizim Respublika'da bir vakitte da sayılarga anıklar hazırlanıp debatiyoruz çünkü biz gün sayı işliyoruz. Bugün günde Respublika Resey kulübünde eng oldinga boruvchi subyektlarning birisi ham bizning eng urg'umush xalqning tirishchiligi. Ham endi bizning komandamiz bor, aning yetakchisi Rustam Navoiyevich, u lider bo'larak, unda olib bora har vaqtda o'z aytgan so'zlarida turadi. Ham endi bizning tub lozunglarning birisi u ish kishisi, so'z kishisi tugul, ish kishisi bilan so'z aytasizki, har vaqtda turmushga oshiradi kerak. Shunga ko'ra bizning hazırlık zo'r bo'lganlikdan bugun endi soat 8dan boshlab butun bizning uchastklar ochiq, xalqimiz takaringda kela boshladi. Ham ish kunligida davlat dumasini saylovlarida ham endi mening eng birinchi saylovchilarga aytasizlarki, vaqtdan da bu bizning respublika uchun, Rossiya uchun bek muhim. Bunda bir necha faktor bor deb aytasiz. Biz endi vaqtdan da bugun mana yıl yarım bo'lgan pandemiya bizning turmushni balkigina ikkinchiga aylantirdi. Mana shu vaqtda boshqa krizis dedik, sherlar bo'yicha, ular ekonomik dedik. Hozir endi sirtqanlar borimizda akrimlashib boramiz, lekin hali boshqa ko'rinmaydi deb aytamiz. Shunga ko'ra bizga birdamlik kerak, tirishlik kerak, bir-birimizga anglab, yordam qo'lini so'zib olg'a borish kerak. Qancha birinchi, ikkinchisidan bizning Tataristonda har vaqtda bek aktiv saylovlarga kelib biz deputat korpusini har vaqtda ko'p e'tiborga ega. Bu bizning uchun bek muhim. Mana bugun agarda shulay bo'lsa, ish kunligida bizning tag'in deputat sonlari ko'p bo'lacak. Ham Tatariston negizidagi bizga kerak bo'lgan savollarni biz ko'proq turmushga oshira olamiz. Ancha ikkinchi, uchinchisi endi u mana bu yil birinchi tadbir davlat dumasini zo'r vazifalar beradi. Ular endi premyer ministerlarni, uning o'rinbosarlarini o'z tovushlarini solib Allah'a şu vazifalar o'targa mümkünlük beradi, tovush berib. Shunga ko'ra endi davlat dumasi zakon olib boruvini tugul, hukumat ishida o'zining javobligini ko'rsata boshladi. Shunga ko'ra mana bu ikki organning birga ishlovlari davlatni endi tog'inda nag'ra kuchlarga yetib kelsa, shunga ko'ra biz ham ishonamiz. Mana shu ishonch orqasida bugun saylovlarga kelib tovush berdik.